Bu dunyo har qancha obod, har qancha bir go'zal bo'lmasin, bor yo'g'i bir imtihon. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Bu obodonchilik, bu dunyoni farovon bo'lishligi bor yo'g'i bitta bir bezak, zinat. Nihoya qanday bo'ladi? Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shak shubhasiz uning, ya'ni yerning ustidagi bezaklarni sip-silliq, qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz. Qancha umr ko'radi? Necha yil yashaydi? Qancha yeydi, qancha ichadi? Oqibati nima bo'ladi? Nihoyasi nima bo'ladi? Baribir bu dunyodan ketishlik bor. Musulmon birodar, senga qiladigan nasihatimiz shuki, bu ko'zingni qamashtirib turgan binolar, bu mashinalar, obodonchiliklar, pullar, matohlar bor yo'g'i yer yuzining zinati. Seni ajal degan xaridoring kelib olib ketgani kelganda, bularda birortasi sen bilan ketmaydi, birortasi senga asqotmaydi. Alloh taolo mana shu yerni betidagi ko'zni qamashtirib turgan zinatlarni yo'q qiladigan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Bor qilgan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Esimizdan chiqmasligi kerak. Va bu yer qiyomat kunida almashadi. Boshqa yer bo'ladi. Yawma tubaddalul ardu g'ayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda, qiyomat kunida intiqom oluvchidir. Bu yer almashadi, bu osmon almashadi, boshqa bo'ladi. Inson almashib ketadigan, vaqtincha bo'lgan narsa bilan aldanmasligi kerak. Albatta o'lasan baribir. Qabrga kirar ekansan, kafaning kiradi, o'zing bilan solih amaling kiradi. Boshqa ko'zingni qamashtirgan barcha narsa yer betida qoladi. Oila qani, moli dunyo qani, mashinalar qani, kiyim-kechaklar qani, pul qani. Hech narsa qolmaydi. Dunyoga aldanmaslik kerak musulmon. Agar bir kishi dinsizmi yoki dindormi hayoti, qat'iy nazar, dunyoda yaxshi yashasam bo'ldi degan e'tiqodda bo'layotgan bo'lsa, bu qattiq adashgan odam bo'ladi. Yo'q emas, o'sha esirpat yaxshi edi. Bir tinga bitta yigit berardi. Bir so'mga 7 ta non beradi deb turib, shu dunyosini, vaqtinchalik bo'lgan dunyosini farovonligini qo'msab, lekin dinsiz o'tgan umriga pushaymon yemayotgan odamlar kimlar bular? Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Albatta bizga ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar, hamda bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kimsalar, ana o'shalarning joylari kasb qilib o'tgan gunohlari sababli do'zaxdir. Diniga beparvo bo'lib qolgan bo'lsa, shu hayotda o'ziga rozi bo'lib qolgan bo'lsa, bularni Alloh taolo jahannam joyi ekanligini xabarini beryapti. Qarang, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar. Qanaqa bo'lsa ham faqat yashasa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham yeyishi zo'r bo'lsa, kiyinishi zo'r bo'lsa, sharoiti zo'r bo'lsa bo'ldi. Dindormi odam, dinsizmi farqi yo'q. Bularning oqibati Alloh taolo xabarini berdi qanday bo'lishini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy, badavlat, farovon bo'lib yashashga hamma imkoniyati bor edi. Rasulullohning bitta xohishi bilan bo'lar edi. Lekin u zot faqirona hayot kechirishni xohladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib turar ekanlar, biqinlariga va betlariga bo'yrasini yoki toshlarni izi chiqib qoladi. Sahobalar ko'rib, "Ya Rasululloh, shu yumshoqroq narsa solib bersak bo'lmasmidi sizga?" deyishganida Rasululloh aytdilar: "Mali valid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha va tarakaha." Ya'ni dunyoda ham zo'r bo'ling,
Sizga bir sharoit qilib beraylik deganda payg'ambarimizning javobini ko'ring. Meni dunyo bilan nima ishim bor? Men bu dunyoda go'yo bir musofir daraxt ostiga tushib, damini olib, yana daraxtni tark qilib ketgan odamga o'xshayman. Bu daraxtni tagiga inson safarida dam olish uchun to'xtaydi. Damini olgandan keyin, hordig'ini chiqargandan keyin nima qiladi yana? Safarini davom etkazadi. Daraxtning ostiga to'xtashdan maqsad nima edi? Safarini davom etkazishlik edi. Maqsad daraxtda qolish emas edi. O'zingning yurtingdamisan, musofirmisan? Bu bari ana shu daraxt tagi. Uni obod qilaman deb yopishib olsang ham, bu yerdan surib chiqarib yuboradi. Bu yerdan ketaman desang ham sendan so'ramasdan olib ketishadi seni bu yerga. Dunyoga bog'lanib qolmaslik kerak akalar. Bu Allohning zikridan g'ofil bo'lib qolgan aka-ukalar mana shu narsani esdan chiqarib qo'yadi. Chunki hammamizning xaridorimiz bor. O'lim, ajal. Bu xaridor qaysi holatda keladi? Qayerda turganimizda keladi? Qanday kayfiyatda turganimizda keladi? Safarda turganingda keladimi? Olib ketdi. Ajal o'zini haqqini oldi. Agar sondiqqa solib seni yurtingga olib kelsa, olib kelishdi. Bo'lmasa o'sha yerda qolib ketasan. Nima bilan ketasan? Nima bilan qolasan? Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda, qaysi kunda? Qiyomat kunida. U kunda na mol va davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargina ana shu amallari, ana shu dillari foyda berur.